Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz mana shu tarmoqlarda, mana shu fondimizni tomosha qilayotgan barcha aka-uka birodarlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Alloh subhanahu barchaga tavfiq, hidoyat bersin. Birodarlar, biz navbatdagi bir muhtoj oilaga keldik. Bugungi e'lonimiz boshqacha, ya'ni e'lon, ya'ni bir sunnat tiriltishi ma'noda inshaalloh. Ya'ni har bitta muhtojni bilamiz. Borganimizda g'ami har xil bo'ladi. Kimdir paradoxdan, kimdir kasal bo'ladi, kimdir uy joydan bo'ladi, kimdir kvartirada, kimdir svet gaz pul to'lashlikdan. Hammada har xil ekan. Biz o'sha muhtojlarni qondirish uchun qo'limizga sabablarni qilamiz, sizlarga ulashamiz, yaxshi amalga hammani sabablash xohlaymiz inshaalloh. Shunga biz bugun Sedokum ayliga keldik birodarlar. Bu yerda bir xolamiz o'zi Alloh subhanahu bergan dardi, ya'ni kasal holatda ekan va xolamizni bir farzandlari bor. Inshaalloh shu farzandlariga bir Allohdan qo'rqadigan inshaalloh bir soliha ayol kerak ekan. Sunnat tiriltishimiz kerak. Mana shu uy joyda yashab, mana shu xolamizni qarab, shunday holatdagi bugun roligimiz shu inshaalloh. Xolamizga ozgina xush bersa yaxshi bo'lardi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmon birodarlarim, bolalarim, bizga aylanib ketay. Robbim menga ko'p sinovlarda soldi. Men Robbimdan roziman. Imtihondan to'liq mukammal o'tishni xohlayman bolam. Mana shu men qarayotgan Ne'matulla degan jiyanim bor 80-yilga. Shu bolaga Allohni sunnatini tiriltirish uchun bitta hamtasi rozi bo'lgan holatda beradigan bo'lsa o'sha qizlaridan bolam. Mana bizga qarab turar edi. Alloh rozi bo'lsin edi. Mana shu uy-joylari bor. Mana shu yerda biz bilan o'tirar edi bolam. Alloh rozi bo'lsin sizlardan bolam. Shuni aytay dedim. Onasi ham bor, onasi ham kasal. Ikkita kasalni qarayapti mana shu bola. Alloh rozi bo'lsin sizlardan bolam.